Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men yana o'sha Karimov Play va bugungi videoda mana biz o'zbek bo'lamiz va boshqa davlatlarni bosib olamiz. Bu ikkinchi qism do'stlar. Video boshlamasdan oldin hozirroq like va buncha tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar uchun shunaqa zo'r kontentlarni ish qilib olishga davom etamiz. Bizda yonimizda bitta mehmon bor. Salomlashib qo'y. Fayzul Life. Mana do'stlar, короче, sizlar tayyor bo'lsangizmi videoni boshlayman va mazza qilib xorda qolinglar, dam olinglar. Video albatta zo'r chiqadi. Like va obunachi tugmasini bosib qo'yinglar. Men birinchi kuni shunday joy edi. Menda hech nima yo'q edi. Hattoki yerlar ham, pulim ham yo'q edi. Va hozir mana ko'rishingiz mumkinki mana meni ba'zan to'g'ri birinchi qismdan ancha farq qiladi, lekin jinoyatlar, askarlar, harbiylar, hamma narsa juda ko'p. Men xatosi qilgan joylarni, men ikkita raketa, atomli bomba, men narsalar qilyapman. Endi bombalar bad bo'lgan. Mana bu yerda jinoyatlar. Men tanishtirman, Karol deyapti. Men Karolman, men Karolman. Talabar. Men chapa-chalapti, yana quryapti, malades. Men ishlar. Qarshi do'stlar, videoni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, mana tanishtiruvdami? Ko'radi do'stlar, mana biz jahon urushini boshlayapmiz ketdik. Men bitta bosib olganman men. Mana bu ham va albatta mana bu ham. Juda kuchayib ketganman tava. Askarlarim mamlakatga bosib olishni so'radi mana. Mas qalbi bo'lib turibdi, endi men turib olamiz. Bu juda easy bo'ladi. Hamma joy bizga bo'ladi, xudo xolisa. Inshaalloh. Sizlarga like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bo'tda boshqa hammasi bu. Hamma joy bosib olganimizdan keyin sentrga bosamiz. Sentr lekin juda kuchli. Bosvoration. Bu mana davlatda buncha kichkina. Yayvaraman-ku, bittadan joy-ku. Bunu уже ben joyim. Onu qattiq. Kanadaga bosamiz. Kanadani yayvaramiz. Ana men davlatim bo'yicha endi meniki boshlar. Hamma bosh. Voy, bular. Bular bostiradi. Men vrachga rivojlanyapti. Bu intilda vrachga. Easy-ku. Ya sanki yerden tam çıkardım cevap şimdi. Aşağı bir video koyayım. Ben ne bakayım? Uplayayım tabii. Anlatsın arkadaşlar şimdi. Готов buldum ben bunu çabattı. Kanada'ya bakacağım. Kanada'ya. Ana boş oldu. Boş oldu Kanada'ya. Mümkün bırakışla barla gelmesin. Barakan mümkün. Mümkün ana küçük. Da yürüyen Kanada'ya. İşte normal. Bu Rusya'ydı. Kullan boş atıldı. İnşallah. Bu orada şehir. Tabii City. Hiç ahali. Bakın bakalım. Ne kadar iyi yadro raket çıkıyor. Yani kulla karaydı. Birinci kısmı kanasaydı kaç kanaka. Dikkat ettim. Yok desin ki. Bankam var. Küçük tane paketler verelim. Aynı zamanda yaptık. Kimya yine yaptık. Okey, vajla devam edelim. Mother bol. Berakat mı? Oyunda berakat. Allah, sabır hamle yapıyor. Ne kadar? Bu böyle. Bunun üstüne asamıyor. Normal bir kapalı. Şimdi üstüne asalamız. Çok kırıklık.
tepalakni yig'ib ham. Mana bunaqa ish joydan. Ana, tank nima? Bugun sen. Tank qanday chiqadi? Qara. 25 ta. Nima? Buni nima qilib sotadi? Qancha? Nima? Nima qilib sotadi? Ha, qo'ylarmi? Boshqalar ham bor, uni ko'p pulab Mana turibdi. sotolsam nima? Qani, oyoqchi. Keladi, foto. Qanaqa? Uyingga bor endi. Endi ko'rinma. Hozirmi? Uyingga bor, qo'yib ketdi. Ko'mir nima qilib keladi? Tushuntir. Qurilishi endi. Qurilishi tushuntiradi. Çünkü uyini tuttu. Narkomları yıldaydı. Öyle. İkisi başlamamışsın bile. Şöyle. Hadi bak unçalık üstüne atma. Ko'mirni bunga ko'rsataman. Ko'mir. Hamma narsani ko'rsatsang birinchi chiqadi. Mana 300 kilo olib o'tiribmiz. Badanga ballondorga osilamiz. Voy, yaxshi narsa yo'q ekan. Bu qanaqa? Qulotdek. Qanaqa qilib oladi? Bitaniki. Qanaqa qilib oladi? Odam yo'q deyapti. Bitta uy sotib ol bor. Qanaqa bor? Uy. Uycha. Qara mana. Mana uy bo'ladi. Qanaqa sotib ol. Qancha pulim bor o'zi? Uy, pul ko'p ekan. Birdan kattasini ol. Qanaqa? Ko'proq bo'ladi-da. Endi bor endi. Qashon qo'y. Yana bitta o'zim. Yo'q, puling ketma bekor narsa. Uyingga borganda qo'y. Shunda odam ko'payadi. Men shunaqa qilib sekin bo'laman. Etim ketdi. Harbiylar yonimga nima qilyapti? O'lib ketmabmi? Chutruk. Mana. Men mashina boshlagan ekan, o'zi uyqan. Bu bunga jonli ekan nima? Shunda meni harbiylarim qattiq olsa, unutdim. Bosmadimi? Yana kimdir bosyapti. Kimdir qo'shildi. Kim bu? Mana to'choq xo'jayinimi? Sitiki bu. Meni kuchli. Kim yo'q narsalar? Yo'q, buni urib, ko'ting qisib tur. Obdan nima qilsin? Nima bu? Voy buni. Nagin? Manchalik emas ekan, lekin mana uy yaxshi qilib turibdi. Bilamanmi? Emirad. Нормальный брата. Ему брата мин o'ldirib beryapti. Bu o'zbekcha. Uyugan o'zi. Onu girmin otlaşayapti. Antamıyorum. Men Mametdan hujum qo'raman. Jon kapib ko'radilar. Qarachini ketdim desa. Qanday qilasiz qilili? Bolalar bosvorsizlarmi? Bolalar bosvorsizlar keling. Biz zerikib ketdik. Bosslar Armaniya pullarni ishlab tashlaymiz. Sizlar uchun harakat qilamiz. Meni gapirishga harakat qildirmanglar. Uy, mana do'stlar qaranglar. Yadri bo'lmayapti. Qayerga ketyapti bu? Bu vaqt bitta fyotami? Vrachga o'tyapti. Bekor so'tapanda. Pul yo'qdik. Alo, 2009 Anchalik bo'ldi. Bu sentrga hujum qilamiz. Buni driblingni ko'ramiz. Bu sentr. Nafas sentrga bosamiz. Sentrga bos.
o'ylayman undan farqi yo'q o'zbekku. O'zbek bu sening dakansa bor. O'zbeklar qo'rqmaydi. O'zbekka ashunaqa. Unaqa nima ketdimmi? Unaqa narsani qabul qilmaydi. Do'stlar, buni 3-qism chiqish uchun, menga qaranglar. Buni 3-qism chiqish uchun meni kanalimda 20 ta obunachi va 10 ta like yig'sa mana shu video 3-qismini o'ramiz. Eslatib tuting, 3-qismi 20 ta kanalimda 20 ta obunachi bo'lgandan keyin va bu mana shu video 10 ta like bo'lgandan keyin 3-qismini o'ramiz. Va kommentariyga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Lekin men qurilyapti narsalar hozir seni kutdim hozir qo'yib nima ana 1.9 shunlardan qo'yib qolaman. Yo'q, buni kim bu? Shifoxona turibdi. Shifoxona. Qarashmi? Yangichimi? Uni shekilli hokmat. Kankanni qasam internetan kerak. Kankan kerak. Bilib Короче, если я завтра выхожу, там будет подпирать, нет, это останется. Канча, ёбаный, кидайте, блядь, пока подпирать. А ничего не ёбаный, у нас так поезжает. Поезжаем. Hal masala qilmaymi, narsa qilib ketdi. Mana shu xatir qilamiz. Hatto bosoldi, yutira bosdi do'stlar. Hatto yapti ham. Kasalxona bir hechkada bo'lmaydi. Kasalxonada ko'rada bo'lish kerak. Biroz Sahardan turibman, bo'ladi. Endi million yil kutamiz. Sentra bostikmi? Da, sentra bostik. Bana o'zbeklar hech nimadan qo'rqmayveradilar bo'yni. Sentra bizaniki. Bizaniki. Sentra bizaniki. Sentra kuchli desam. Bannasiga nasib. Hamma olaman deb sentra. Короче, biz kuchli emas. Bizdan. Endi uni ikkinchi tur. Bos, qani, bayrog'iga qarab. Bos. Bo'ling, men ashka hujum. Kayna mana olasan-ku? Mana hozir. Chipta qadar chipta qo'y. Ayyoraman. Tankdan hech qilib yurish kerak. Bundaqa oldinda bir sotdim deydi. Qarang, tashlashni bo'ladi, qarang. Mana Voltale kasma bo'ladi. Ultim bo'lib, nima qaram chiqdi. Qo'yildi. Ona yadroviy raketalar, bu ishlar kerak. Rossiyalar hamma sentrga. Bu nima birinchi ketyapti? Do'stlar, videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Video qisqa bo'lgan uchun endi o'ylayman nima qilsa, chunki men obunachilik kamga, men ko'p video olmaydim. Sizlar like va obunachilar men ularni qo'raman. Barchaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kanal play bo'ldi.
Da hamma xayr, sog' bilan, salomat bilan, sizlar bilan Karim Play bo'ldi.